Seferde cüme bilen namaz digerini cemlep okuşku bulamdı. Sual. Esselamu aleyküm. Seferde peşin bilen digerini cemlep okuğunumuzdek cüme bilen namaz digerini cemlep okusak bulamdı. Cevap. Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Barlık hamdü sanalar Cenab-ı Allah'a bolsun. Şundakla Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge u zatning aile tavabatlarga, ashablarga ve u zatga taki qiyomat ergeşkenlerge durud ve salamlar bolsun. Her bir namazni şeriatda belgilengen vaqtda o'qish asli qoida bo'lib, Alloh taolo shubhisizki namoz mo'minlarga vaqti belgilangan farz qilindi degan. İkki namozni bir vaqtga jamlab o'qish shariat hisob qilgan safar, mushaqqat yoki yomg'ir degandek biror o'zri topilganda ondan ruxsat qilingan. Ma'lumki, cuma namozi o'z oldiga mustaqil bir namozmi yoki shu kundagi peshinning o'rniga qo'yilgan namozmi va yoki qaysining bir farz ekanligi muayyanlashtirilmagan, faqat ado qilish bilanla ondan qaysi ekanligi muayyanlashamdi degan masalalarda olimlar o'rtada qarash birdek emas. Kuchliroq qarashda peshin asl namoz, juma namozi uning o'rin bosaridir. Safarda juma bilan digarni jamlab o'qish hukmida olimlar jaiz ve jaiz emas degan ikki xil qarashda bo'lgan. Jaiz emas degan olimlar juma bilan namoz deganni jamlab o'qish payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan kelmagan. Bu degan ibodat. Shunga bu ibodatni qiyos bilan isbotlag'ili bo'lmaydi deb qaragan bo'lsa-mu, jaiz degan olimlarning qarashi tovandikilarga asosan kuchlik deyishga bo'ladi. Birinchi, Alloh taolaning Allah sizlarga osonlikni xohlaydi, ta'sirni xohlamaydi va u zot Allah sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi degan aniq ko'rsatmasiga, shundaqla payg'ambar alayhissalomning osonlashtiringlarki qiyinlashtirib o'tmanglar degan buyrug'iga asosan dinimizdagi qiyinchilikni yengillatish va safarda namozni qasr qilib va jamlab o'qishga ruxsat qilgan dalillar safarda peshin yoki jumaning qaysi birini o'qigan bo'lsin, uni asr bilan jamlab o'qishning joizligini ko'rsatdi. Abu Zubayr Sa'd ibn Jubayrdan u Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xavfmi bo'lmagan, safarmi qilmagan ahvolda Madinada peshin bilan asrni bir vaqtda jamlab o'qigan. Abu Zubayr deydi-ki, men Sa'ddan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nima shunday qilgan bo'lg'ayti deb so'ragan edim. U mundaq dedi: "Menmi Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan shunday so'rasam, u payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ummatimdan hech kimga eg'irchilik qilib qo'ymaslik uchun deb javob bergan edi" degan edi. Demak, ma'lum mushaqqat yoki qiyinchilik sharoitida ikki namozni jamlab o'qishga ruxsat qilingan ekan, safar aslida mushaqqatdan xoli bo'lmag'achqa bu ruxsatga texmi loyiqdir. Shunga jamlab o'qishning sabablaridan biri bo'lmish safariylik hosil bo'lgan amon jamlab o'qish joiz degan hukmmi yetarli asosga erishgan bo'ladi. Bu jihatdan juma bilan digarni jamlash bilan peshin bilan digarni jamlash o'rtada farq yo'qdir. Shundaqla qiyinchilik juma kunidimi o'xshashla qiyinchilikdir. Ikkinchi, ma'lum sabablar tufayli juma namozini o'qiy olmagan kishining uning o'rniga peshin namozini o'qiydiganligida hamma olimlar birdek ittifoq. Agar betob kishi, safar ustidagi kishi va ayol kishi qatorliq juma vojib emas kishilar juma namoziga qatnashib qolsa, safardagi kishining ro'za tutishi hisob bo'lganidek bu namozimi hisob bo'ladi va namoz shu vaqtning farziga kifoya bo'ladi. Undaqda yuqorida aytganimizdek juma namozi shu kundagi peshinning o'rniga qo'yilgan namoz desak, namoz juma bilan digarni jamlab o'qish tamoman joizdir. Uchinchi, juma kuni safarda bo'lib qolish ko'p ko'rilgan turuqliq payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan juma bilan digarni jamlamasga haqida cheklim kelmagan. Shundaqla u zot sallallohu alayhi vasallamning juma bilan digarni jamlaganlik haqida hadis kelmaganligi buning joiz emasligini bildirmaydi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam safarlarida imom bo'lib namoz o'qib beradi. Musafirga juma farz bo'lmag'achqa peshin bilan asrni jamlab o'qigan. Shunga juma bilan asrni jamlash ko'rilmagan.
Ammo boshqalar duch kelishi mumkin. Shunga peshin bilan asrni jamlab o'qishda asos qilingan illat, mushaqqat yoki safar holati o'xshashlar buni joiz qiladi. Tabiinlardan Xalifa Umar ibn Abdulaziz Sham diyorida Dabaxtdan safar qilib Halab shahridan o'tganida shaharning valisiga juma o'qiyvergan biz safar ustida deb juma namoziga qatnashmagan. Bu ilgari va keyingi ko'pchilik olimlarning qarashi bo'lib, ba'zi tabiinlardan bu ahvolda jumaga qatnashish vojib deb qaraganligi ma'lum. Ata mundaq deydi: Agar sen kishilar to'plashib o'tirishga yezdi bo'lsang, juma kuni namoz jumaga azon aytildiganlar bo'lsa, azonni anglamasang namozga berishing lozim. Demak, safar ustida juma vojib emas degan qarash kuchli bo'lib, olimlarning hammasi safar ustidagi kishi jumaga qatnashib qolsa, farzi ado bo'lganligiga ittifoq. Bu ayol kishining juma namoziga qatnashib qolsa, peshinga hisob bo'lganiga o'xshaydi. Hasan Basri mundaq deydi: Muhojirlarning ayollari jumani payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'qib, uni peshinning o'rniga hisoblaydi. 4. İkki namozni jamlab o'qish birini yana birining vaqtida o'qishni ko'rsatadi. Juma o'z vaqtida o'qilsa, asrni juma vaqtiga surib o'qish ozni kunlardan boshqa kunlarga qiyosan joiz bo'lishi kerak. Chunki hammasida asr o'zidan ilgirki namozning vaqtida o'qiladi. Yuqorida deb o'tganimizdek, juma bilan peshin bir-birining o'rnidagi namoz bo'lish, vaqti bir bo'lish qatorliq jihatlarda o'rtaq bo'lib, birini yana biriga qiyos qilishga bo'ladi. Bu ibodatning o'zida qiyos qilish bo'lmasdan qattiq sovuq, judun, qor va patqoqni ikki namozni jamlab o'qishda yomg'irga qiyos qilishdek ruxsatlarni bir-biriga qiyos qilishdan iboratdir. Shuni eskartib qo'yish kerakki, safarda juma bilan digarni yoki boshqa ikki namozni jamlab o'qishni Imom Azam Abu Hanifa hazratlari bilan bir bo'lik mujtahidlar joiz deb qaramag'achqa, İmam G'azzali va Imom Navaviydak jamlab o'qish joiz degan olimlarmi jamlamasdan har bir namozni o'z vaqtida o'qishi texmi afzal deb qaraydi. Safar ustidagi kishi sharoitiga qarab bu qarashlardan birini tanlasa bo'ladi. Velhasil safar ustidagi kishiga juma namozi o'qish farz emas. Ammo biror shahar yoki kentga yetib berishi, u yerdagilarning juma o'qiyotgan vaqti to'g'ri kelib qolsa, jamoat barakatidan bahramon bo'lish, jamoatdan ayrilmaslik va jumaning fazilatiga nail bo'lish uchun xohlasa ularga qo'shilib juma o'qib olsa, bu peshinning o'rnini bosadi. Jumani o'qib bo'lib, orqadilla uningga jamlab namoz deganni qasr qilib 2 rakat o'qib olsa bo'ladi. Xohlasa juma o'qimay peshin o'qisimi bo'ladi. Vallohu alam bisavob. Alloh eng to'g'risini bilgishdir. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh 2022 yili 7 oyning 19 kuni.